Hammalarga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Nagado Gaming kanali. Xo'sh, bugun bolalar 300 bulkoinni ko'tarib olishga harakat qilamiz. Balansni to'ldirmoqchi bo'lganlar uchun bir marta tushuntirib ketaman bolalar. Bu yerda kriptovalyutalardan to'ldirsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda bank, Humo, xullas bu yerga pul tashlasanglar, Nagad promo kodini kirgizsanglar yoki Nagado mana 15,000 tushirsanglar bolalar 111 bulkoin bo'lib qoladi. Nagado desanglar ham bo'ladi bolalar. Prosta men buni ishlatib bo'lganman, o'shaning uchun menga hozir chiqmaydi. Sizlar mana ishlatib turib yoki Nagad yoki Nagado desanglar ishlanadi bolalar. Hozir 15,000 tashlasanglar 92,000 bo'ladi. Nagad promo kodi orqali 15,000 tashlasanglar 111,000 mana 17,000 ga xullas 2,000 bonusda bo'ladi sizlarda. 2,000 yoki 3,000 bonusda bo'ladi. Так что Nagad promo kodini unutmanglar bolalar. Xo'p, bu yoqda pulpas bor. Mana pulpasim 21 bo'ldi o'sha. Narsalar beradi bu yerda, har xil ko'rishlar mumkin, keyslar, har xil yutuqli narsalar, qimmat narsalar beradi. Bu yoqqa chiqqanimizda mana 3 minglik Bugatti berar ekan. 50 yaxshi. Tak, bu yerda o'yinlar bo'limi bor. O'ynasanglar bo'ladi mana. Sapir o'ynasanglar bo'ladi. Bittadan bir tikib turib, shuna qilib chiqaz bo'lsanglar bo'ladi, xullas bolalar. Xo'p, bu yoqda shaxsiy kabinet bor bolalar. Shaxsiy kabinetda mana mayda juda narsalar bor ekan. Bitta mashina bor, 16,000 euro. Bu yoqdan UC chiqarib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu yerda Pasidon bor. Bu tish almashtirsanglar bo'ladi. Tishda 118,000 menda. Men to'plab o'tdim. Bir kattaroq qilib ochsam, normal narsa beradi menga. O'shaning uchun sizlar ham kattaroq qilib ochsanglar, ko'proq qilib tish to'plab ochsanglar, yaxshiroq narsa beradi bolalar. Tak, bu yerda promo kod degan joy bor. Bu yoqga ham Nagad promo kodi yoki Nagado promo kodini kirgizsanglar, atak yaxshi bo'ladi. Sizlarga 20% qo'shib beradi. Xo'p, bu yoqda keyslar ochamiz endi bolalar. Stand-up har xil keyslarga pul tashlasanglar bo'ladi. Tushirsanglar bo'ladi. Xo'sh, open keysni boshlaymiz bolalar. 300 bulkoindan biza bir 5,000 shunaqa olishimiz kerak. Yaxshi. Bu yaxshi bo'lishi kerak bolalar. O'sha bitta omad keldimi mana? 200 o'sha bitta omad keldimi? Omadni tushirib olish kerak endi. Chunki bitta omad kelgandan keyin 2 yoki 1 marta omad kelmay qolishi mumkin keyslardan. Masalan, bitta omadinglar keldimi, o'sha pastroq keysga o'tib turib, omadinglarni yana ham oshirib olinglar, maslahatim. Chunki bitta omad kelgandan keyin ikkinchi marta kelmasligi mumkin. O'shaning uchun mana ko'rdinglar, 7 berdi, 2 talikda, 14 talikda. O'shaning uchun maslahatim bitta keys berdimi, omadinglarni tushirib olinglar. Tak, bu yerdan qanaqa keyslar ochsa bo'ladi bolalar? Men bu keyslar ham yaxshi. Noob ochaylik, noob qaytdi ekan. Noob Emonni ochaylikmi? Yo'q. Noob ochaveraylik bolalar. 2 talik gaz. Cho'to internetim ham yaxshi ishlamayapti. 15 musor yana bir marta. 23 yana bir marta. Cho'to yediryapti-yu bolalar. 30. Ahoyet. Nasib bo'ldi hozircha bolalar. Buni ochib ko'ramiz.
3 talik gaz. Tak. Yaxshi, 436. 2x bo'lib qaytdi, ko'rdinglar pulim. Sizlarga maslahat beraman, ochishinglarni. Ko'rasiz, 300 dan уже 600. Normalniy. Hozir nechiga chiqamiz? Maksimum ko'ramiz bolalar 300 dan. Tak. Xo'p, bu yerda pulpas to'ldimi? To'libdi bolalar. O'ramiz, necha tushadi? Bale, eng past tushdi. Mayli. Nechaga ko'tarib olamiz bolalar? 300 dan. Tak. Mana bu kesdan ochaylik. Gaz. Bu yerda karamel allaqayam beradi, nima deysizmi? Tish. Karamel deb o'rganib qolibman. Qopma. 77 yana bir marta. Bitta omad kelmadimi? Ikkinchi marta omad kelishi mumkin. Pichoqqa o'tganda bormidi? Voy, bile 56. Yana bir marta. Juda omad kelmayapti. Oxiri bitta omad keladi-da bolalar desam. Necha bu? 38. Voy, bile. Bitta 387 ekan, almashtiramiz bolalar. Tak, oy. Internetim ishlamay qoldi bolalar. Shaxsiy kabinetga o'tibdi bu. Qara biraga. Yaxshi. Oltin muqa aylantirib ko'ramiz. Voy, bale. Cho'ta internetim ginat qilyapti-da bolalar. Cho'ta internetim yomon ginat qilyapti. Oltin muqadan aylantirib ko'ramizmi bolalar? Beraversa-beraveramkan u ham oltin muqa ham bolalar. Nima deysizlar? Cho'ta bundan ko'p aylantirib ko'rmaganman, lekin ko'pchilikda tushyapti-yu. Internetim ham tushyapti, normalniy. Tak, ikkitalik gaz bo'ldi. Mashinadan beraversa-chi, qo'yil qo'varardim bu qada. Qo'y yet mana. 166 yedirdi. Cho'ta internetim yomon ishlamayapti-da bolalar. Tak. Yaxshi. Endi ishlayapti. Kirib chiqib o'rganimizdan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Voy, bile bermadimmi ham? Yo'q, bu yaxshi ekan. Yaxshi. 129 ga aylantirib 200 yaxshi. Cho'ta bo'li, men bu keyslar ham yaxshi beradi-da, mana shu 69 likdanmi. Ochib ko'raylikmi 3 talik, 4 talik. Gaz bo'li. Tak, pichoq beraversa bo'l. Yaxshi. 328. Yaxshi. 328 yoshi normalniy bolalar. Pichoq beraverganda go'zal bo'lib ketardi hayot. Sapyor o'ynaveramiz bolalar. 2 marta tikamiz. Voy, bile, bittada. Ko'rdinglarmi, bittada. Yana mashtami? Endi o'ynagim kelmay qoladi-da, mashinadan keyin, bile. Nifiga 5 tiksanglar, bilet chiqmaydi xohlagan joylarda. Endi chiqdi. Nihoya 400 bo'ldi bolalar, 400. Nima ochamiz bolalar? Nima ochamiz? Nima bor? Normalniyroq. Mashina ochamizmi? Gazmi bolalar? 4 5 talikmi? Gaz 5 talik. Onasini esa no risk, no bir narsa ham 359. Azgincha plyus berdi. 14 plyus berdi. 400 edi, 14 plyus berdi. Xo'yt. Bolalar, sizlar ham kirib turib o'ynab ko'rishlarni maslahat beraman bu saytda.
No, prosta o'ynanglar. Nima desa bo'ladi? Katta risk ko'rmanglar. Pulinglar oshgan pulinglarga o'ynanglar. No, topgan pulinglarga o'ynab yubormanglar. Bu sayt yediradi ham, tiqadi ham. Bu sayt aytib qo'yay bolalar. Shuning uchun 165 ga aylantiramiz. Katta risk ko'rmanglar va o'zingizlarning oshgan pulinglarga, kerak emas pulinglarga, endi hammaga pul kerak, to'g'ri? 61 ko'rasizlar yedirganini. No, pulinglarga arzon, misol 15-20 shunaqa 15-20 ming, 25 minglarga aylantirib ko'ringlar. Nagado promo kodini tersanglar, mana bunaqa tekin keyslar bor sizlar uchun ham. 92 beradi ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu Telegramga obuna bo'lsanglar, shunaqa kes beradi. Mana bu yerda VK bor. VK ga obuna bo'lsanglar ham beradi. Mana bepul olsanglar bo'ladi. Tak что ochib ko'ringlar bolalar, puli yo'qlar, misol pul solmayman deganlar, mana ochib ko'raversin bemalol. Tak bundan normal narsa bermadi menga. Endi sizlar omadinglarga qarab. Xo'p bolalar. O'shaning uchun ko'p risk ko'rmanglar. Maslahat bermayman. Katta risk qilishdi. Biz esa mana buni ochamiz. Yes. Uj pulim qolmadi bolalar. Burus qurg'uvchi yedirdi. Ko'rvoslarmi yediradi ham bu. Qo'qadi ham, oladi ham, beradi ham. No. Atak o'ynab ko'rishli, lekin Nagado promo kodini kirgizsanglar yaxshi bo'ladi. No, cho'ta hozir yaxshi bo'lmayapti menga. No, atak pulimiz bor-ku. Hali oxirgacha 0 qolmadi, to'g'rimi? Tak, molla. Hozir nimadan ochsak bo'ladi? Mash keyslardan ochgan bor. Mash keyslar ham normalniy beradi-da bolalar, zong mana mash. Nechtalik ochamiz bolalar? 3 talik ketmas, 2 talik ochamiz. Internetim ham ishlamayapti. Yaxshi, 460 ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi bolalar? Atak bittada yediradi, bittada beradi. Ko'rdinglarmi bolalar? Bu yoq ham yaxshi-da buni. O'yin o'ynavorishlik joyim bolalar. Ezil. Nima ezilmayapti bu anaqasi? Sonti kediyo. Cho'ta internetim yana gnat qilyaptimi? Yaxshi qilyapti-yu. Bo'ldi. Voy, bo'ldi. Endi tiksam bo'ladi. Qo'y, shuncha qiynalganimga 499 qilib qoldi. Cho'ta internetim yomon gnat qilyapti-da bolalar. Bo'lim, yaxshi, endi yaxshi bo'ldi. Unda yaxshi bo'ldi, menimcha. Endi ochsak bo'ladi, bu keysdan ochamiz. Mana shu keys ham yaxshi beradi, ochishlarni tavsiya beraman bolalar. Atak normalniy beradi. Desam, yedirdi. Cho'ta uyaltirib qo'ydi bolalar. Pidarazaga ham bu. No, yana bir marta davay. Yana bir marta. Voy, somsa. Masham keladi. Kelib. Yana bitta. Tush endi. Voy. Sumka 50 dan past ashnaqa bo'ladi. 100 ga chiqmaydi sumkalar. Berin, qo'yet. Bermaganini qaranglar. Qoqtirib yubordi bu keys. Yechintirib yubordi. Yechintirib dumalatib yubordi bu keys. Bu keys vashe bo'lmaygan bolalar.
Yechintirib tashladi bu kes. Ber endi ya, normalniy. Internetim yana ishlamayapti bolalar. Bo'ldi. Buni nechiga abmem qilamiz? Nechiga abmem qilsak bo'ladi bolalar? 30 gami? Давайте 30 ga. Что-то интернетом вообще ishlamayapti bolalar. Bo'ldi, endi internetim yaxshi bo'ldi bolalar. Tak 15 emas, 30 edi. 30. Давай. Voh, qo'yet. Shuncha qilganima. Balansimiz 111 bo'ldi bolalar. 300 edi balans. Hozircha yedik, ancha yedik. Normal yedik. Bittada ko'tarib oladigan kes kerak. Bittada wow dedirib oladigan kes kerak. Pachetadan o'chiramizmi? Gazim bo'ldi. Nimasi bo'ldi? Yaxshi. 300 yaxshi. Ko'rdinglar, mana 300 balansimiz qaytdi o'sha. Balans o'zimizning balans, eski balans qaytdi. Ko'rayotganinglardek qoqtirdi, yedirdi, babram o'zimizning balans qaytdi. Qoqtirdi, berdi, lekin o'zimizning balans yana joyda. Yaxshi. Yaxshi. Bu yoqdan ikkita, bitta, yo'q, olamiz. Yetadi bolalar. Cho'ta yetadi. Xo'p, qanaqa kes ochsa bo'ladi endi? Endi qanaqa kes ochamiz bolalar? Nobdan ochamizmi? Davay bolalar. Hali yediruvdi, boya yediruvdi, endi 45. Yana yedirdi 5 ga. Internetim ham ishlamayapti, yana bitta gaz. Ber endi onasini ham 60 bar. 10 bar berdimi? Qanaqa kes ochsa bo'ladi endi? Mana shundan bitta ochaylik. Gaz yaxshi. Necha bu? 60 ekan u. Axoyet. 60 ham bo'ladimi? Mifik. Standoffda mashinasi yomon-da. Bu necha? Necha bu? Voy, bile, 49 eng past narsasidan ham past, bilet. Mashin 192 yaxshi. Normalniy. Bu yerdan olamiz bolalar, necha pul ko'm beradi? Nechilik beradi hozir? 41 mi yana? Yaxshi. Buni abmem qilamiz yana. Короче, abmem bo'lmasa rozi emasman bu. 60 ga teng.
Teng emas. Pastroq to'g'ri 66%. Davay. Yaxshi. Yaxshi bolalar, yaxshi chotki. Nechi gap men qilamiz? Buni ham men qo'raveray. 100 ga. Gazim bolalar. Gaz. 57% gaz. Oha! Ana bolalar. Уже 100 ko'rdinglarmi foydani? 377. Bersak ochaymikin yoki mana uni ochaylik 59 lik bolalar. Давайте, shu ham yaxshi. Menimcha, mana shuni ochib ko'ramiz bitta. Let's go. Akim. Necha bu? 300 aka eng zo'r. Блядь! Охуеть! 2480. Nimalar bo'ldi bola? Охуеть! 2798 olib ketdimi? Voy, yo'bani shakarop. Necha foiz? 0.03%. What the hell? Qanday? 0.03. 0.03% tushirib qo'ydim. Охуеть. PUBG ga o'tib endi 300 bulkoindan atak 300. Sizlar ham ko'tarsanglar bo'ladi bolalar. 300 bulkoindan tak 10 talik gaz. Nima bo'lsa bo'ldi, tush normalniy. Yedirdimi? 400 chala. 1900 bo'ldi. Yaxshi. Berdi mashinada bolalar. 1400 cha berdi. 2122. Yana bitta. Berenda yana bitta. Yaxshi. Ultimate. Yaxshi. 1300 aka. Normalniy bolalar. Hozircha. Bitta. Hop, 5 tikali 170 qoladi. Davay bu anaqa kokka tikamiz. Kokka tikamiz bo'la 2x ga. Chunki 2x polibom tushishi polibomda bo'la. Ko'rvoslarni ko'pligini. Ko'proq 2x ga tushadi. To'g'ri, boshqalarga ham tushadi. Ko'proq 2x ga tushadi meni misolimga. Ana nima dedim bolalar? Ko'rvoslar 2x 2200 bo'ldi. Balans 2200. Tak что bolalar 300 tadan videoda boshida ko'rganinglardek 300 tadan. Yaxshi. Ko'rvoslarmi bolalar? Peledan ochib tashlaymizmi bolalar? Peledan. Bitta 600 talik gazmi? Mashlardan berib olsa-chi, normalniy bo'lib ketardi. Voy, блядь! Охуеть, nima bu? Nechi? 4200. Voy, jalaqodon, nima bo'ldi bolalar? Охуеть! What the hell? Nima bo'ldi? 300 tadan bolalar. 300 tadan ne chiqib tashladim? 4200 ga 1600 qo'shsa 4200 ga 4 ga 1 qo'shsa 5. 5800 bolalar, pashti 6000 balans. Охуеть! Mana bolalar. Mana bolalar, ko'ryapsizlarmi? Nimalar bo'lib ketdi? Buni olib qo'yamiz bolalar, polibom. Buni sotib olish kerak emas, atak. Ko'ryapsizlarmi? 4200. Buni qo'ysa 10000. Maqtanib qo'yay. 4200 bolalar. Tak. Jami hozir 5800 bo'lar ekan.
Maza qildim bolalar to'g'risi. 300 dan ko'tardim bolalar boshdan. Hozir buni necha pul? Necha pul ketdi? 300 ga necha pul bo'ladi? 300? 15 ming bo'lsa 92 bo'ladi. Tak. Necha? 15, 45. 50 mingmi? 15. Da 50. Da 50 ming bolalar ko'rdinglarmi? 309 berar ekan. Bu yerga 50 mingga hozir Nagado promo kodini kirgizsanglar, Nagad promo kodini kirgizsanglar yoki-da Nagad yoki Nagado ikkita promo kod bor. Nagad yoki Nagado. Tak, shularni kirgizsanglar bolalar 20% skidka beradi. Pulinglarni hozir necha yuz chiqarib olsangiz bo'ladi 50 mingga. 50 ming bilan kirib, 300 ming bilan kirib, tak necha yuz? 5 ming 800. Pashta 6 ming. 3850 tamam. To'rt ming yuz chiqarib olsangiz bo'lar ekan. Pashti bolalar. Pashti 4100 chiqarib olsangiz bo'ladi hozir. Ko'ryapsizlarmi? 50 mingga 4100. Qatta bunaqa. Qatta. 50 mingga 4100. Taksdu Telegramimga o'tib obuna bo'linglar bolalar. Bitta mana shunaqa 0 talik keyslarga tashaladi, promo kodlar tashaladi. Yangi tak ishlanmagan promo kodlar har kuni tashaladi. Tak o'tib obuna bo'linglar. Obuna bo'lishingizni maslahat beraman. Nagado Gaming kanali. Xo'p, bizning YouTube kanalda ham boyicha 2K bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Tak bu videoyimda men mana bu videoyimda g'olibni aniqlayman deyotdim. 5 ta eng yaxshi komment deyotdim. Bitta odam 5 ta komment yozish kerak edi. Sizlar bittadan komment yozgansizlar, tushunmaganmisizlar bilmadim-ku, lekin 5 ta yozishinglar kerak edi. Bu videoga oxiri xomiy bo'ldi. Endi bunaqalar qarang bolalar. Men 5 ta yaxshi komment yozasizlar degandim. Men bu brat video zo'r Nagado legenda deb 5 marta yozibdi. Har xil bo'lish kerak edi, lekin bu brat tushunibdi. 5 marta yozibdilar. Mana shu bratimiz 5 marta yozgani uchun qani men shu akaga beraman promo kod, chunki tushunib turib 5 marta yozgan. 700 so'm lich bering, tegalich bering. Taksto shu bola yutdi, menga aloqaga chiqib qo'ysinlar. Tak, sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar bolalar, xo'sh, bu videoga 5 ta komment yozasizlar, har xil komment yozasizlar, faqat 5 ta yaxshi kommentlardan yozasizlar. Shuning uchun yozinglar. Taksto 50 ta like bo'lsa, shu YouTube'ni aniqlab, yana yangi video chiqazamiz bolalar. Taksto hammalarga omad. Sizlar bilan Nagado Gaming bo'ldi. Tak, men buni yana bitta maqtanib qo'yib bolalar. Hammalarga xayr bolalar.